Alo. Assalomu alaykum Rustam aka. Ha bo'ldi, bugun qilib beraman dedimi aka sizga? Kechgacha qo'lingizda bo'ladi pul. Pulni qayerdan olaman? Aka yangi Chorsuga haydang. Hoppa. Cho'loq nima telefon qilyapti endi? Tinchlikmi, nima kelding? Do'stim, seni yoningga bir iltimos bilan keldim. Nima pul kerak senga? Imkoning bo'lsa yordam berib tur. Endi o'zingdan qolar gap yo'q. Hozir hammaga pul kerak. Keyin birovga sarg'ayib yurmagin unaqa. Meni ozgina ishlarim bor. Ko'rishamiz. Ha, Hamid cho'loq. Nima qilib o'tiribsan? Ertalab baqirganimcha qoldim, qaramading ham. Men eshitganim yo'q, ayol bilan bo'pman-da, zir. Telefon qilsam ham olmading. Birorta gaping bormi menda? Ertalab bexosdan Assalomu alaykum Rustam aka. Bugun qo'lingizda bo'ladi kechgacha aka pul. Do'stim, to'xta. Eshitmadi shekilli. Mana u nogironlik pensiyamni yig'ib beradi. Bu pul mendan ko'ra senga zararroq. Mana do'stim ishlaydi, bitir. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'raman. To'g'ri, men razborlarda, katta joylarda yoningda turib bera olmasligim mumkin. Lekin meni qo'limdan kelgani shu. Abduhamid, sog'lom do'stlarimdan yordam kutgan. Bilmagan joyda shu holatingda yordam ber. Sen meni qiyomatli do'stimsan. Do'stingman degan ko'p yoningda behad, qanchasi ortingdan qilurlar g'iybat. Ular oshingga do'st, choyingga ulfat. Sodiq do'st hayotda bitta bo'ladi.